Betonlarni quyib bo'ldik. Saxshlar erityapman. İchiga surkab. Hozir ponizatsiya qilyapti. Bu yog'ini surkab bo'ldik. Zatsiya qildik mana. Xudo xolasa ponni to'ldirib. Bir xudo xolasa bir oshxona bo'ladi. Oshxona bo'lsa, bu yer katta joy. Qo'l bo'ladi bu yer. O'sha shlakova terilgan joygacha u yoqda beton turibdi. Bu yog'i hammon to'la bo'ladi, xudo xolasa. Bir 810 ga 490 qo'l bo'ladi, xudo xolasa. Bu yer oshxona bo'ladi, fondi bekilmaydi. O'rtasida bir turqotosh shlaka bilan ursak 80 yetadi. 80 u yog'ini tepasini regil qilib qo'yadi, tepasini. Xudo xolasa. Ochiq oshxona bo'ladi. Keyin birda tugatgan o burchakka bitta kalondan qo'yib turib, regil bilan urib olsak, tepani bitta qilib olamiz, xudo xolasa. Mana. Bu eski hojxona bo'ladi, hojxonaning ustiga hojxona bo'ladi. Davom etkidir, bu yerda hozir saqishlanadi bu yer. Ochmay uni. Ochmay. Mana bolalar ham o'tiribdi mana. Assalomu alaykum. Shag'al tashlayapmiz mana. Mana yangi nomimiz mana. Xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar mana. Master Mahmudbek Masirbekovich. Mana hammasida bor, xudo xolasa, sekin-sekin uni ham yo'lga qo'yapmiz. Voy, bizni ham olib qo'ying. Mana ishchan bola mana. Ha, ishchilar bo'lsa bizda avro katta brigadamiz bor. Xudo xolasa. Sekin yana ishlarga urish boshlaganda yana bir video qilamiz.